Yaqinqi kunlardan beri Xitoyning atalmish virusni nolga tushirish bahonasi bilan g'o'lji tavalligida yo'lga qo'yilgan nazarband qilish va osh qo'yib qiynash siyosatiga aloqador texmi ko'p ma'lumotlar o'tirg'i chiqmoqda. 40 kundan oshgan bu atalmish karantinda Uyg'urlar kerakli yordam va mulozimatga erishamaganligi uchun ochliq va kasallikka duch keldi. Xitoy ijtimoiy taratqularda tarqalgan bir ovozli uchurda bir ayol kepak yuzidagi yo'ldoshi Xalmurat Umarjonning o'lib ketganligini aytgan. U so'zida yo'ldoshining o'limga kadrlarning sabab bo'lganligini, ularning qasddan telefonni olmay o'zini qochirganligini aytgan. Shuning bilan birga har qaysi davlatlardagi Uyg'urlar Xitoy elchixonalari va munosabatlik tashkilot va parlamentlarning oldida Xitoyga qarshi namoyishlarni davomlashtirmoqda. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujil Qarqash apandi Xitoyning karantina nomida dunyoning ko'zi oldida irqiy qirg'inchilik qilayotganligini yana bir qatim ta'kidladi. U Xitoyning xalqaro jamiyatning bo'libmi musulmon turk dunyosining sukut qilishi sababli texmo haddidan oshganligini ta'kidladi va zulm chekidan oshdi. Pichoq so'ngakka yetdi. Dünya yana Xitoyga qarshi harakatga o'tib, bu qirg'inchilikni to'xtatmasa, Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatiga sherik bo'lgan bo'ladi dedi. Xitoyning embargosiga uchirgan bir turkum Angliya parlament a'zolari Angliya hukumat amaldorlariga maktub yozib, Xitoy hukumatining ayol podshoh 2-Elizabetning dafn murosimiga taklif qilinishining muvofiq emasligini aytdi. Egilishicha, konservativ parlament a'zosi Tim Lofton 15 sentyabr payshanba kuni BBCning ziyoratini qabul qilganda Xitoy hukumatiga yozilgan taklifnomaning qaytarib olinishi kerakligini aytdi va buningga Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi va Uyg'urlar uchrayotgan dafsandichilikni sabab qilib ko'rsatdi. Beijing bultur Angliyaning 7 parlament a'zosiga embargo yurgizgandan keyin Xitoyning Angliyada turishlik bosh elchisi Angliya parlamentidan cheklangan edi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping Shanxay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'inida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishganda Xitoyning ikki davlatning negizlik manfaatiga chetishlik masalalarida kuchli o'zaro yordam berishga tayyor ekanligini bildirdi. İki davlat rahbarlari O'zbekistonning Samarqand shahrida ko'rishgan bo'lib, bu Xi va Putinning Ukraina urushi boshlangandan buyon tunji qitim ko'rishish ekan. Reuters agentligining 12 sentyabrdagi xabarda bildirishicha, Biden hukumati kelar oyda Amerika korxonalarining Xitoyga sun'iy aqlli iqtidorli o'zak va o'zak yasash uskunalarini eksport qilishga qo'ygan cheklamasini texmo kengaytirishni planlagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mao'ning 13 sentyabrdagi axborot e'lon qilish yig'inida muxbirlarning bu haqdagi savoliga javob berib, Amerikaning bunday qilishining butunlay fan texnika zo'migarligi degan. Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat boshliqlarining 22-navbatlik yig'iniga qatnashish uchun O'zbekistonga borgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishdi. Navbatda Uyg'urlar Erdo'g'anning Xi Jinping bilan ko'rishda Sharq Turkistonning navbatdagi ig'ir vaziyatini tilga oladigan, olmaydiganligi, shundaqla orqadilla Amerikada o'tkaziladigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 77-navbatlik umumiy majlisining yig'inida Uyg'urlarning ichinishlik ahvolini kun tartibga keltiradigan keltirmaydiganligiga yaqindan diqqat qilmoqda.